To'raqo'rg'on tumanida yashovchi fuqaro o'zganing mulkini qo'lga kiritish maqsadida firibgarlik yo'liga bosh urdi. U joriy yilning 5-mart kuni Davlatobod tumanida yashovchi ayolni aldab, o'zini va opasini katta haj ziyoratiga yuborishini va buning uchun har birlari 65 million so'mdan jami 130 million so'm berishlari kerakligini aytgan. Ayolning ishonchiga kirgan firibgar ushbu kelishuv asosida 10 million so'm va 500 AQSh dollarini olgan vaqtda ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan qo'lga olindi. Aybimga iqrorman. Vakolatim yo'qligi tushunmagan holatimda shu jinoiy ishni sodir qilib qo'ydim. Xalqimizdan 86 yoshga kirgan onam bolalar shularni oldilarda bir nima qoldim, kechirim so'rayman, aybimga iqrorman. Qaytib bu holatga qaytmayman, pushaymonman. Ushbu holat yuzasidan Namangan shahar Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 25 orqali 168-moddasi 3-qismi A bandi bilan jinoiy ish qo'zg'atilgan. R. To'rabayevga nisbatan qamoqqa olish tarzida ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Mazkur holat yuzasidan hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Ushbu shaxsning harakatidan jabrlanganlar bo'lsa, zudlik bilan yaqin hududdagi ichki ishlar organlari yoki 102 qisqa raqamlari orqali xabar berishingizni so'raymiz. Hurmatli fuqarolar, unutmang, turli xil ziyoratlar va xorijda ish hamda o'qishga joylashish kabi bahonalar bilan pul talab qiluvchi shaxslarga ishonmang. Ular firibgar bo'lishi mumkin. Jinsiyalar vaqti erta bo'shanib qo'yganlar uchun mana bunday frank mahsulotlar yetib keldi. Ko'rib turganingizdek, juda ham effektiv zo'r mahsulot. Aloq vaqtini yarim soatdan 1 soatgacha cho'zib beradi. Murojaat uchun 33 kodi bilan 935 50 00 raqamga qo'ng'iroq qilib yoki Telegram, WhatsApp orqali ham zakaz berishingiz mumkin. O'zbekiston bo'ylab dostavkalar mavjud.